Bugun meni yo'qotib qo'ydingizmi? Kun davomida nimalar qilganimni sizlarga mana shunday chiroyli video qilib yoritib beraman inshaalloh. Erta tongdan kunimizni mana shunday rivojlantiruvchi o'yinchoqlar sotib olishdan boshlaylik. Sababi men Samarqandga ketyapman. Yo'l-yo'lakay mana shunday kerakli o'yinchoqlarni olib, ko'tarinki kayfiyatda yaqin insonlarim bilan Samarqandga yo'lni davom ettirdik. Biz avtomobildan Damas avtomobilini tanladik, sababi yuklarimiz ko'p edi, o'zimiz ham juda ko'p edik. Shunday mazza qilib ketib, 5,5 soat deganda Samarqandga ham kirib keldik va birinchi navbatda katta somsalarni yeb qornimizni to'ydirib, yo'limizni yana davom ettirdik. Samarqandga borganda bilasizmi, u yerda Amiran degan restoran bor ekan, o'sha yerda ovqatlandik. Faqatgina u yerda menga bitta yoqmagan narsa baliqlarning qorni juda ham och ekan. Hattoki barmog'imni ham yeb qo'yay deyishdi. Men o'ylaymanki, bir jonzotni qafasga solib boqdingmi, demak uni mas'uliyati ham seni bo'yningda. Shu joyda hurmatli erkaklar, siz ham ayolingizni tan mahramlikka oldingizmi, demak uni baxtli qilish, quvonch va ko'z yoshlari sizni bo'yningizda bo'ladi. Videoni oxirida chiroyli yurakchalarni bosib turing, men ertaga yana qaytaman.